Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan o'sha Tiger Uz YouTube kanali. Bugungi videomizda biz top 3 ta eng sirli va Granny'da kerak bo'ladigan baglarni sinab ko'ramiz. Unday bo'lsa videomizni boshladik. Agar videomiz yoqadigan bo'lsa do'stlar, like bosib, obuna bo'lib qo'yishlarni iltimos qilaman. Kanalimiz rivoji uchun. Ertalabda Granny xolamiz ham nahorga oshga kelgandek bo'ldi. Videomizni boshlashimiz bilan yaxshi. Granny xola ketdik endi. Hop do'stlar, biz birinchi bagimiz uchun bizga kerak bo'ladi personaj и divan. O'tirgan holatda обязательно o'tirgan bo'lishimiz kerak, o'tirishimiz shart. O'tirgan holatda turish bilan divan tagiga kirishni bittada bosamiz. Mana bunday bag holatda o'tirib paydo bo'lamiz, lekin personaj mayda o'tirganini ko'rsam bo'ladi, turgan holatda. Lekin bizga Granny xolamizni qaytarligi muhim, chunki biz podval tagiga kirishimiz kerak. Granny xola stolda yiqitamiz. Chaqiramiz Granny xolamizni. Qayersiz? Granny bog'da ekan. Men bog'da yurdim, chunki bitta narsa ko'rsatib o'tishim kerak. Hop. Endi mana shu Urganch yoniga kirish uchun kalt kerak, lekin mana shu Urganch yoniga o'tish uchun kalitsiz o'tamiz. Granny xolamiz ham yetib keluvdi. Lekin biz mayda stol tagiga ketamiz, ketishni kutib. Granny xola, videom cho'zilib ketadi, keting. Granny ketishini kutib turamiz. Albatta. Hop do'stlar, Granny xolamiz ham ketdi. Mayka sekin ehtiyotkorlik bilan kirib olamiz. Mana shu devorga qarab turib, jo'sti tortgan holatda turishni bosib olamiz. Turishni bosamizda, ABQ jo'stini qimirlatib yuravermasdan o'tiramiz. Ichkariga kirib olamiz. Agar ABQ qimirlatib yuboradigan bo'lsak, biz xaritadan chiqib ketishimiz mumkin. Mana bu turuvchak o'tib ketdi. Qizig'i qaqa ketdi u. Mana yerda o'tdi ekan. Hop, bizni ko'rdi. Hop. Ko'rib turganlarni birinchi bag shundan iborat mana. O'tib oldi, boshqa turgan mana bitta hammasi kalitsiz mana. Kayf keragi kitobda. Hop. Kitob qidirib, xonani yo'qotib, qachon kaliti beraklarni kutib o'tirish hojati yo'q. Mana shu bagdan foydalangan holatda mana kirsalar ham bo'ladi. Xo'p, birinchi bagimiz shunday bo'ladi. Endi ikkinchi bagimizga o'tamiz bo'lsa. Hop do'stlar, mana ikkinchi bagimiz joyiga ham chiqib oldik. Ya'ni tepaga. Chunki bizda ikkinchi bagimiz 3-qavatda edi. Gaplarni mo'ljallashib ketyapti. Hop, mana biz og'dagi safe game shunaqa kalta olishimiz kerak nuqtadagi. Bizga bitta taxta A'dan 11 kerak bo'ladi simni kesish uchun, lekin biz shuni bitta bag yo'li bilan olishga harakat qilamiz. Hop, bunday bo'lsa, bunday qilib bag holatga tushib olamiz yana. O'sha o'tirib turib sanalni chekib chiqamiz. Jo'stini devorga mana shu uchburcha tomoniga tortib turib turishni bosamiz. Do'stlar, ko'rib turganlaringdek, bu bag kamdan kam holatlarda o'xshaydi. Hozirda menda o'xshamadi, chunki temiri tushib ketdi, yo'g'on bo'lib qoldi. O'sha temir itarib olish kerak edi bizni. Hop do'stlar, bu bagimiz hozircha o'xshamadi. Bunday bo'lsa, bizda taxtali bagimiz. Hop. Mayli. Ya'ni safety ichidan safety kalitini ishlatmay turib olish yo'lini o'rgataman. Bu ko'rmaganlar uchun, albatta tushunmaganlar uchun short qismda ko'rib, chunki short qismda ham bu
Safety ichidan oson olishni yo'lini o'rgatganman. Xo'p. Bo'lmasam hop biz birinchi o'rinda taxta olishimiz kerak. 3-qavatga chiqib. Ya'ni bu taxta ham bug deya olmayman, life hack. Chunki Granny'ni taxta buzishi bu bug bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Mana shunday ko'zani ichkariga tashlab, ishga kirib olamiz. Granny kelishini kutamiz. Granny kuttirmay keyin endi. Granny hello. Qayerdasiz? Mana. Test taxtalarda tushuning. Endi ketishini ham kutishimiz kerak. Tasqara xolani. Yomon jonga tegadi lekin. Xo'p, mayli. Ketyapti ham. Yaxshi, tez ketsa. Ketang endi nimani kutyapsiz? Chiqmayman ba'zi andoza ichidan. Yiqitmang, faqat yiqitmang ularni. Halakat. Mashpelni yomon ko'raman. Kutiraveradi, zeriktirib yuboradi. Ketang endi. Granny. Xo'p, do'stlar, bizga kerak bo'ladi taxta, yana o'sha o'tirgan holatda sandiqda kirib chiqamiz-da, bunisida yiqilishimiz kerak. Grannyni chaqirib ketamiz albatta. Granny, qayting endi. Qadam tovushi yaqinga ketilyapti, yaqinga kelib qoldi shunday. Mana shunday yiqilgan holatda pastga bagajni yoniga tushamiz. Mashinani yoniga, ya'ni bagaj deyman. Xo'p, mashina yoniga tushib olamiz-da. Voy, bekor yiqitdim-da. Bu taxta ham kerak payti hech to'g'ri turmaydi-da. Mashina holatda shunday kiramizda, mana safety ichida karkay bor ekan, karkayda olamiz-da, tushamiz. Ko'rib turganlaringdek ikkinchi bagimiz shundan iborat edi. Ikkinchi bagimiz boshqa nargisi o'xshamadi, buni uchinchi bagimiz to'g'rirog'i. Ikkinchi bagimiz o'xshamadi. Xo'p. Uni bitta o'xshamaganini ko'rmaganda jami ikkita bag bo'ldi. Yana bitta bu mashina kaliti emas bizga. Yana bitta ko'rsataman deb o'tganim bor edi. Ya'ni xaritadan chiqib ketish. Grannyni yana chaqirib olamiz. O'zi kelyapti. Granny hello, men bu yoqdaman. Eshik ochilmagan ekan. Yaxshi, qutulib qoldim. Tez keling. Sudralmayman. Do'stlar, biz o'sha joyga chiqib olamiz-da. Do'stiga ishorat olib turib, keyin bu holatda o'tirib olsak, o'sha nima ichiga tushib qolamiz. Atak yuboradigan bo'lsak, biz mana ko'rib turganlaringdek xaritadan chiqib ketamiz. Kim nima qayerda yuribdi? Hammasini ko'rsak bo'ladi. Qiziq o'yin. Baglarni tekshirganda. O'z baglari siz ham shunday qiziq. Baglar bilan yanada ko'rib turganlaringiz hamma bir baglarni mashina tagida mana shet key bor ekan. Red key, qizil karli. Bu uchinchi qismida shet key deyiladi. Xo'p do'stlar, mana ko'rib turganlaringiz har xil ajoyib baglar taglariga tushib ketib, bu holatda biz uni o'rgamchak ham ko'rib ushalmaydigan boshqa qilamiz. Granny ham. Xo'p.
biz tushmaganimiz uchun bu yerga o'rgamchaymiz. Hop do'stlar, bu yerdan biz tushirmaymiz ekan. Bu yerdan tushib ketib o'lish mumkin bo'lsa, mana garajlar qilasiz-yu boshqalar. Xaritadan polni tushib ketdik. Endi tushib ketadigan bo'lsak, mana quduqda nimaga qayergacha tushgani. Hop, bu xaritadan tushib ketadigan bo'lsak, mana biz cheksiz qulaymiz. Hop, bu cheksiz qulash tuzash uchun chiqib kirish kerak. Chiqib ketamiz. Hop do'stlar, ko'rgan bo'lsanglar bugungi 4 ta bagimiz, o'zi aslida 3 ta dedim, 4 ta, bitta hisobga o'xshamaganini hisobga olsak, 3 ta bagimiz jami bo'lib. Sizlarga yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa kontentimiz, kanalga obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqarmaysizlar degan umiddaman do'stlar. Sizlar bilan Tiger o'z YouTube kanali bo'ldi. Bundan-da qiziqroq va bundan-da yaxshiroq baglarni chiqarishimni xohlasalaring, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar va kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Bugungi videom shunday iborat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.